eng yana xiyonatlarning yomonlaridan biri Payg'ambarimiz alayhissalom aytgan ekan. Xotini bilan bo'lgan ishlarda, xotin eri bilan bo'lgan ishlarda olib chiqib unga bunga gapiradiganlar qiyomatda eng katta xoinlar degan ekanlar Payg'ambarimiz alayhissalom. Ya'ni shunday erkaklar bor ekan hayotda. Bir ukamiz oshda o'tirib, bir qadrdonlarini ayollari bilan kechasida qanaqa qilib yer chopganlarini to'lni gapirib berdilar. Lapatkini bilan ushadim, chap oyog'imda ezdim, ezilmadi, keyin o'ng oyog'imda ezdim deb o'sha hezalak dayyus gapirib o'rtoqlarga. Shuni menga bittasi tirik guvoh kelib aytib berdi. Shu eng yomon ekan bu, yaxshi emas ekan bu. Erkak kishi shunday bo'lish kerakki, akalar musulmon shunday bo'lish kerakki, hatto o'ziga tegishli